patent to'lamagan holatda Rossiya hududida qonuniy ravishda yursangiz bo'ladi. Keling, sizlarga ajoyib taklifni bildiraman. Alloh xayringizni bersin. Bu videoda haligi falon puldan patent to'lab yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Endilikda sizlarga juda bir manfaatli reklama qilib o'taman. Qarang do'stim, siz Rossiya hududida qonuniy ravishda ham ishlamoqchi, ham o'qimoqchi bo'lsangiz, qonuniy ravishda yurmoqchi bo'lsangiz, Rossiya davlat universitetlariga kirishingiz kerak bo'ladi. Rossiya davlat universitetlariga, misol uchun 18 yoshdan 118 yoshgacha topshirsangiz bo'ladi. Yoshda ahamiyati yo'q, necha yoshdan bo'lishingizdan qat'iy nazar. Siz Rossiya davlat universitetiga kirganingizdan keyin sizlarga даже registratsiya qilishgacha yo'llanma beradi do'stim. Qarang qanchalik sizlarga plyus bo'lyapti. Attiga 60 ming rubldan kontraktlar boshlanadi. 60 ming rubl bir yiliga siz 60 ming rubl rasxod qilasiz. Birinchidan kelajagingizga investitsiya kiritasiz, diplomli bo'lasiz. U diplomingiz bilan siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston hududida